çalıştı başladı. Yaptı. İşte başladı. Nereden başlasam? Yani, önceden başta ilk yarımda 3 haftadan beri hiçbir video koymadım. Bugün mesela amma pahalı. Şu an için video koyamadım. Önce derslerine kalktı. Daha xuloslar keyin ilk darsdan keyin takrorlashga boramiz. Bilasizlarmi, Listaples, Set va Instrumentlarni Pythonda ko'rib turaman. Bizda list va ro'yxatlar degani bularni o'zgartirish mumkin. Hayotiy misol bozorlar ro'yxati, mevalar, olma, Python soxtalar, mevalar, olma, banan, anor. Nima qiladi? Ichiga ko'p qiymat oladi. Qiymatlarni o'zgartirish mumkin. Tartibli va raqam bilan olinadi. Mana mevalarni shaftoli, piring, mevalar. Buni albatta biz Pythonda tekshirib ko'ramiz. Python to'g'ri. Pythonda sir hozir nima turganda vaqt shu endi o'rnatish kerak. iPad, Notepaddan Python Notepadga ham kirib ko'ramiz. Yaqin tortganda bu o'zbekcha ekan. O'shani tekshirib ko'rib ko'rmoqchi edim, lekin o'zbekcha ekan Notepad. O'zbeklarni esmagan dedim. Python endi mana o'rnadi. Python mana o'rnadi. Buni tekshirib ko'ramiz. File, mevalar, yaqinlashib ko'rsatadi buni. Mevalar bizda masalan qarshi shaftoli bizni imkon print va mevalarni chiqaryapmiz. Arran qilib ko'ramiz.
file dash deb ochib olamiz. Bu yerga yana bitta file bizga bu yerda list and ko'ramiz va boshqalarni list nuqta py bizda error beryapti. Negadir qachon ishlatiladi ma'lumot tez-tez o'zgaradi. Type o'zgarmas ro'yxati qilib buni qilib bo'lmaydi. Xatar ekan bizga. Doim ma'lumot. Misol uchun bu bizda mana 0 bermoqchi ekanmiz. Bu qilib bo'lmaydi. Bizga berilyapti. Qachon ishlatiladi ma'lumot doimiy bo'lsa. Ranglar qizil, yashil, ko'k. Bizda bitta ma'lumot berilsa bo'lmas ekan. Doimiy bo'lsa ishlatib olarkanmiz. Uchinchisi, set to'plamlar takrorlanmaydi. Bizda takror kelmas ekan. Birinchi sonlar 1, 2, 3 haligi biz buni ko'rib o'tgan edik. Natija albatta tartibda bizga sarflab beradi. Set takroriy qiymatlarni olmaydi. Tartibsiz indeks yo'q. Qachon ishlatiladi? Unikal qiymatlar kerak bo'lsa lug'atlar bizda inglizcha diktorlangan kaliti qiymat. Misol uchun ma'lumot kartochkasi misol talabalar ismi Ali, yoshi 18, kursi 2-kursda. Qiymat talabalar ism o'zgaruvchi. Talaba yosh 19. Qachon ishlatiladi ma'lumotlar nom bilan bog'langan bo'lsa. Juda qisqa eslatib qolish uchun list o'zgaruvchi type o'zgarmaydi. Set takroriy list qiymat uchun beriladi. List qayerda ishlatiladi? Bizda listlar o'zgartirib turadigan ro'yxatlarda do'kon savati, Telegram bot buyruqlari, foydalanuvchi ro'yxati, bolalar natijasi. Bizga natija beryapti. Tekshirib ko'ramiz. Bizda bunday chiqarib non, sut, shakar va yog' deb oldik. Nega list? Chunki ichiga qo'shish o'chirish kerak. Type qayerlarda ishlatiladi? O'zgarmaydigan ma'lumotlarda qayerda, sana, yer, oy, kunlarda, joylashuv. Masalan, bitta narsa saqlangan narsalar bor. Bitta narsani ro'yxatga o'tdingiz va uni hech qachon o'zgartirib bo'lmaydi. O'yinlar masalan qachon kiritganda masalan joylashuv misolda keltirib beryapti. Bizga natijani chiqarib beradi. Bizga natijani chiqarib 41,369,2. Biz buni tekshirib ko'rishimiz mumkin.
Öğretimize kaynağı type adresi verip koydu. Tahmini bir şekilde. Niye type? Çünkü tesadüfen çünkü tesadüfen özgürmeli diyetmez. Tesadüfen type'ını o'zgartirib bo'lmas ekan. Shuning uchun bu set qayerda desada takror bo'lmasligi kerak bo'lgan joylarda login qilgan foydalanuvchilar telefon raqamida, email manzili filtrlashda mana bizda misol uchun loginlarda Ali ekdagilarda vali esa bitta logilar chiqdi. Natijasi Ali va valini beradi. Nega chunki takror bermaydi, takror bo'lmas ekan. Dictionary qayerda ishlatiladi? Ma'lumotlar nom bilan bog'langan bo'lsa, qayerda? Foydalanuvchi profilida, sozlamalarda, Telegram foydalanuvchi ma'lumotlarida, joson ma'lumotlarida esa buni bilmayman. To'rtinchisini bizda misol keltirib beryapti. Farzandlik tekshirib ko'ramiz. Bir şey etib chiqarib berdi. Misol bizda bitta real loyihada bizga bitta misol bor. Buni albatta tekshirib ko'ramiz. Qarang. Bizda mana bu yerda bizda list ishlatilyapti. Bu yerda type chiqdi va bu yerda set distributda ishlatilyapti. Bu yerda qisqa martabasini berilgan. Qisqa xulosa list o'zgaruvchi ro'yxat, type o'zgarmas ma'lumot, set takroriy ro'yxat, distik nomlangan ma'lumot. Va darsimizni shu yerda yakunlasak bo'ladi. Qolgan ko'proq ma'lumot uchun YouTube'dan topsangiz bo'ladi albatta.